Assalomu alaykum Ikrom aka. 3D videosini ham boshladim. Ko'cha tarafdan ko'rinishlari. Uyingizni obshi balandligini hisoblasak, yerdan tayyor holati. Xo'sh, mana bu yergacha nima? Tomdusdagi bolar loyshivog'i bo'ladi, tomshivog'. Shungacha 720 bo'lyapti ustigacha. Loyshivog' bo'lgandan keyingi holati. Mana shu yergacha. Keyin yo'q, ustiga o'sha tomini yasangiz o'sha bo'lyapti. Xo'sh, keyin derazalaringiz mana balandligi bu yergacha где-то 1,5 balandlik bo'lyapti podokonnikacha. Xo'sh, darvozangiz bu yog'i 2,5 bo'lyapti, darvozaning o'zi. Usti yana mana bunisini ham hisobga olsak, bu yerdan bu yergacha 60 yana qo'shiladi. Mana buni 20 hisobladim, bu yog'i 40. Xo'sh, obshi ko'rinish mana bunday bo'lyapti. Hovli tarafdan ko'rinishi bunday. Hovlingizda e'tibor bergan bo'lsangiz, darvozadan kirganda 4 ta zina bilan chiqilyapti. 4-zina bilan. Hovlida 3 ta zina bilan bo'lyapti. Chunki hovlingizda 20 santimetrlar balandroq qildim. Chunki darvozaxonaga, ko'chaga nisbatan sal balandroq qilasiz. Shuning uchun 3 ta zina bilan qulay bo'ladi tushib chiqish. Xo'sh, planirovkalarini ko'rsatsam, endi o'tiramiz. Shuni yondashib turamiz. Mana darvozaxona kirildi. Kirganda o'zi mana boyagi joylar. Kotelniy, tualet, rakvina mana kiriladi. Mana bu zinani tagidan aylanib kelib, mana bu eshikcha orqali, mana bu eshikcha orqali bu yoqqa kiriladi va zinani tagiga ham kladovkaga kiriladi. Mana shunday holatda bo'lyapti. Bu yog'i mana bu zinaxona 2-etajga chiqiladi. Xo'sh, kirganda mana 3 ta zina bilan chiqilyapti. Uni balandligi mana darvozaxonangizdan 70 balandlik, mana 3 ta zina bilan bo'lyapti. 70 balandlik. Siz betonni qo'yishda yerdan bir balandlik qilib keting. Shu bilan mana darvozaxonalaringiz ko'tariladi, 20-30 ko'tariladi, shunda 70lar qoladi. Chestisi, mana plitka qilganingizdan keyin. Xo'sh, bu yog'i mana bu yerdan bu yoqqa kiriladi, mana bunday holatda. Xonaga kiriladi, kuxnya, stoloviy, choy ichadigan, ovqat tayyorlaydigan. Shu yerga o'zidan mana bu balkon nimaga chiqiladi, ayvonga, ochiq ayvonga. Va bu yerdan mana zalga ham kiriladi. Mana bunday holatda zalga ham kiriladi. Ko'cha tarafdan ko'rinishi. Zaldan hamma xonalardan podokonnikacha 80 qilganman. Balandligi 80 bo'lyapti. Uyning o'zini birinchi etaj balandligi 3 metr bo'lyapti. Ko'rsataman. 3 metr chestisi. Ustidan o'sha taxta qo'yib pol qilasiz shuni ustidan. Men 30 hisobladim, piltang mo'ljallab. 20 qilsangiz shunga mos ravishda pastroq bo'ladi. Lekin baribir 20 dan oshadi, 25 gacha kamida boradi baribir. 20 lik taxta qo'ysangiz, ustiga reshotkasi, yana displadan nimadan qilasiz. O'zi qarab 25 ga borib qoladi. Xo'sh, keyin balandliklar, zinani, mana bu zinaxonani oynasini nima qildingiz, ko'rsatdingiz. Aytdingiz, hovli tarafdan balandligi hamda 1,5 atrofida bo'lyapti. 1,5 podokonnikacha. Xo'sh, yoqqa chiqiladi. Endi 2-etajni ko'rsataman. 2-etaj ham 3 metr balandligi, xonalar hammasining balandligi 3 metr. Va mana bu chiqqanimizda obshi nimaga, dam olish xonasi va shu yerdan hamma xonalarga o'tiladi. Ularning podokonniklari 80. Xo'sh, keyin mana detskiy xona bitta, bu xona yana ota-onalar xonasi mana bunday bo'ladi. Shunday holatda zal ustidagi va keyingisi o'rtadagi xona ham yana bitta detskiy xona. Va oxirgisi mana bu sanusiy, hammom, tualet ikkalasi bitta qilingan. Mana bu koridorcha orqali kiriladi.
va mana bu yerdan tepaga cherdakka chiqadigan narvoncha bo'ladi, chiroyli dekorativniy. O'shandan patologdan lyukcha ochib chiqilaveradi. Xo'sh, mana bularga kelsak, podokонник nima bo'lyapti? 80. Mana bu oynalar 1.60 bo'lyapti. Ustidan yana 60 bo'ladi. Chunki mana bunda hozir deraza qo'ygandan keyin 40 lar regel ketadi. Ustidan yana 20-80% yuradi. Shu bilan mana shunday chiqadi. O'rgimning hammasi bir xil, yakras 40 lik regel ketadi. Hammasini ustidan bir xil bu. Shu ustidan yana 80% ketadi. Xo'sh, menimcha bo'ldi aka. Mana shunday holatda bo'lyapti yuz ko'rinishi. Mana ikkalasi ham. Bu ham xuddi shu razmerda, ikkinchisi ham. Shuning uchun ko'rsatib o'tirmayman. Mana shunday. Ustalarga aytsangiz, shunga o'xshatib chiroyli qilib beradi. Mana buni 40 chiqardim. Qochdi bu yerda. 30 ekan. 40 chiqarasiz bu yerda. 30 qilgan ekanim. 40 chiqarasiz. Bu yog'i mana bu nimaga, balkonga qarab 1 bo'lgan bo'lsa 1 chiqarasiz. 1.20 chiqarsangiz ham bo'ladi, qaraysiz. Xo'sh, menimcha bo'ldi aka, mana shunday holatda bo'lyapti. Bu tarafdan ko'rinishi. Tomda ham balandligini o'zingiz xohlagandek qilasiz. Qilgandan keyin uncha baland qilmang. Hozir mana shu turishida normalni ko'rsataman. Mana tom shu vaqt ustidan 280 ekan. Mana buniki, bu tomda o'zi 20 sm tushsa 2.60 lar. 2.5 qilsangiz ham bo'ladi. Tomda frontonni o'zining balandligini. Mana bular undan sal pastroq bo'ladi. 2 lar qilsangiz bo'ladi. Mana bularni bir xil qilsangiz uncha chiroyli ko'rinmaydi. Shuning uchun bular asosiy tomga nisbatan sal pastroq bo'lsa chiroyli ko'rinadi. Mana shunday holatda.